15 bob. Qarindoshlar, ilgari men sizlarga yetkizgan, sizlarmu qabul qilib e'tiqodinglarning asosi qilgan xush xabarni esinglarga solmoqchiman. Men sizlarga yetkizgan Xudoning bu haqiqatida ching tutsanglar, u orqali qutqizilsizlar. Undaq bo'lmaganda behuda e'tiqod qilgan bo'lsizlar. Men qabul qilgan eng muhim ta'limni sizlarga yetkizdim. Bu ta'lim shuki, muqaddas yozmalarda oldin yozilganidek İsa Masih gunohlarimizning kechirishi uchun qurbon bo'ldi. U dafn qilinib, 3-chi kuni bo'lganda o'limdan tirilib, avval Petrusqa, ondan keyin 12 elchining ichidagi boshqalarga ko'rindi. Keyin bir vaqtda 500 dan ortiq qarindoshqa ko'rindi. Bu qarindoshlarning ba'zilari olamdan o'tgan bo'lsa-mu, ko'pchiligi texi hayot. İsa Masih keyin inisi Yaqubqa, undan keyin hamma elchilarga eng oxirida xuddi vaqt tug'ilgan bu vaqtdek ko'rimsiz bo'lgan ma'numi ko'rindi. Men elchilar orasidagi eng arzimas elchiman. Hamda Xudoning jamoatchiligiga ziyonkashlik qilganligim uchun elchi deb atilishqimi loyiq emasman. Lekin hozir elchi bo'lishim Xudoning menga ko'rsatgan mehr shafqati orqali bo'ldi. Uning menga qilgan mehr shafqati bekorga ketmadi. Chunki Xudoning xizmatida elchilarning hammasidan ko'p ajr singdirdim. Amaliyotda men o'z kuch qobiliyatim bilan emas, balki menga mehr shafqat ko'rsatgan Xudoning kuchi bilan ishladim. Demak, mayli men yoki boshqa elchilar bo'lsin, hammamizning yetkizganlari o'xshash bo'lib, u dal sizlar ishni qabul qilgan xush xabardir. İsa Masihning o'limdan tirilganligi sizlarga yetkazilgan turuqliq. Ya'ni nima uchun oranglarda ba'zilar o'lganlar qayta tirilmaydi deydi. Agar o'lganlar qayta tiriladigan ish bo'lmasa, İsa Masihning tirilishimi mumkin bo'lmagan bo'ladi. İsa Masih tirilmagan bo'lsa, bizning yetkizgan ta'limlarimiz va sizlarning e'tiqodinglar behuda bo'lib ketadi. Hatto bizning Xudo to'g'risidagi guvohligimizmi yolg'on bo'lgan bo'ladi. Chunki biz Xudoning İsa Masihning o'limdan tirilganligiga guvohlik berdik. Agar haqiqatan o'limdan tirilish bo'lmasa, Xudomi İsa Masihni o'limdan tirildirmagan bo'ladi. Agar o'lganlar qayta tiriladigan ish bo'lmasa, İsa Masihning tirilishi mumkin emas edi. İsa Masih tirilmagan bo'lsa, e'tiqodinglar ahamiyatsiz bo'lib, gunohlaringlar texcha kechirilmagan bo'ladi. U chaqda İsa Masihga e'tiqod qilgan ham tugab ketgan qarindoshlarmi do'zaxga tushgan bo'ladi. Agar faqat bugungi hayot uchunla İsa Masihga umid bog'lagan bo'lsak, u chaqda biz bu dunyodagi har qanday bechora kishilardanmi bechora bo'lib qolgan bo'lamiz. Lekin amaliyotda İsa Masih o'limdan tirildi. Uning tirilishi o'lganlarning qayta tirilganligiga kapolatlik qiladi. Chunki o'lim bir odam, ya'ni odam oti orqali dunyoda paydo bo'lganidek, o'limdan tirilishmi bir odam, ya'ni İsa Masih orqali paydo bo'ldi.
Bütkül insan, Adem atının evladı boğallığı üçün, onunla oxşaşla ölümge məhkum qılındı. Lekin, İsa Məsihki mənsub olan bizlə, İsa Məsihki oxşaş, ölümdün tirilimiz. Biroq, hər bir adamның öz növbəti var. Aldı bilən, kapaletçi boğan İsa Məsih tirildi. Ondan keyin, İsa Məsih qaytıb kelgəndə, onunla mənsub boğalla tirildi. Ondan, qiyamət günü kelidi. Şu çağda, İsa Məsih yaman ruhlardan ibaret boğan barlıq hükümranla, hukukdarla ve küçüklerini yoktub, patşalığını atımız Xudağa tapşırıp berdi. İsa Məsih bütkül düşmanlarını məğlub qılıb, ulanı özünün ayığı astıda tiz pütürgüçe hüküm sürüş gerek. Yoxsulluğun en ahırkı düşman ölümdür. Mukaddes yazımlarda Xuda hemmini onun ayığı astıda tiz püktürdü deyildi. Bu yedi itilgan barlığını onun ayığı astıda tiz püktürdü degen sözünün Xudanı öz içige amaydıqanlığı eniqdir. Bütkül mevcudat İsa Məsihki tiz pükkende Xudanın oğlu yani İsa Məsih mu bütkül mevcudatını özge tiz pütürüp bəgən Xudağa tiz püküdü. Şu çağda Xuda hemmisiga nisbeten hakikaten başqurğucu boludu. Ölümdün tiriliş bolmasa, bəzilərinin ölgənlər üçün çömüldürülüşünü qandaq düşünüş gerek. Ölgənlər zadı tirilmişsə, kişilərinin ular üçün çömüldürülgəni bekar boludu. Biz nemi üçün her daim özümüzni xəterge atayımız. Menin her günü ölümge duç kelivatqınım ras. Qerindaşlar, Rabbimiz İsa Məsih'nin senin hayatınlarda şundaq köp işlerini qığalığı bilen pəxilənginimnin rastlığı oxşaş. Bu sözümnün mu hergiz yalğan yeri yoxdur. Mən Əfəs şəhərdə yırtqıç hayvanlığı oxşaş aşı rəqiblər bilen ilişdim. Ölümdün tiriliş bolmasa, menin şundaq xınımның nemi paydısı bolatdı. Eğer ölgənlər tirilmişsə, undaqda bəribir ət ölüp ketidğan boğandın keyin yep içip yürüvalaylı degen söz yolluq bolatdı. Mundaq sözlərə aldanmangla. Çünki yaman bilen dost bolsan, yaxşı əxlaqını buzar. Aql hoşunlarını tepib, günah qilishtin qol üzünla. Bəzilərinla Xudani texçi tonumaysizlər. Bu sözünü sizlərni xıcıl bolsun deb eytibatımən. Lekin bəzilə ölgənlər qandaq tirilirdi. Eğer ölgen adam tirilse, onun teni qandaq boludu deb soruşu mümkün. Nemi degen ahmiqona sual. Ölgenlərinin tirilişi xuddi uruqның topuğu taşlanıp, qurban bolup, qayta bıq sürüp çıqınığa oxşaydı. Dehqan uruqni terig'ini da önüp çıqıdığan ösümlüknün özünü emas, faqat urug'ini, masalan, buğday yoki boshqa bir ösümlüknün urug'ini teriydi. Xudo bo'lsa, öz xohishi bo'yicha ashu har bir urug'ning öz nasliga xos tanlarini berdi. Har bir urug'ning teni o'xshash bo'lmagandek, hamma jonliqlarning teni mu bir-biriga o'xshash bo'lmaydi. İnsanlarning, hayvonlarning, qushlarning va baliqlarning teni
bir-biriga o'xshash emas. Osmonda jismlar bor, yerdamu jismlar bor. Osmondagi jismlarning go'zalligi boshqadir. Yerdagi jismlarning go'zalligi boshqadir. Quyoshning go'zalligi, oyning go'zalligi va yulduzlarning go'zalligi boshqadir. Go'zallikda yulduzmu, yulduzdan farqlanadi. Shuningga o'xshash, tirildirilgandan keyingi tenimiz o'lgandan keyingi tenimizga o'xshamaydi. Ko'milgan tenimiz chirib ketadi. Lekin tirildirilgan tenimiz bo'lsa, mangu chirimaydi. Tenimiz sharafsiz holda ojizlikda ko'mildi. Lekin shon sharaf va qudratda tirildirildi. Tenimiz jismoniy tan holatida ko'mildi. Lekin alohida bir tan holatida tirildirildi. Bu dunyoga xos jismoniy tenimiz bo'lganidek, u dunyoga xos alohida tenimizmi bor bo'ladi. Bu dunyoga xos tan to'g'riliq muqaddas yozmalarda tunji inson, ya'ni odam otiga hayotlik berildi deb yozilgan. Oxirgi odam ota, ya'ni Ayso Masih bo'lsa, u dunyoda yashashimiz uchun bizga mangulik hayotlik berdi. Eng avval paydo bo'lgan tan, u dunyoga xos tan emas, balki bu dunyoga xos tandir. Keyin paydo bo'lgan tan bo'lsa, u dunyoga xos alohida bir tandir. Dastlabki inson yerdan, ya'ni to'pidan yoritildi. Keyingi inson, ya'ni Ayso Masih arishdan keldi. Bu dunyoda yashayotgan insonlar to'pidan yoritilgan odam otiga o'xshaydi. Mangulik hayotga erishadiganlar bo'lsa, arishdan kelgan Ayso Masihga o'xshaydigan bo'ladi. Bizlar to'pidan yoritilgan odam otiga qandoq o'xshash bo'lsak, kelgusida arishdan kelgan Ayso Masihga shundoq o'xshash bo'lamiz. Qarindoshlar, shuni demoqchimanki, bizning go'sht va qondan to'ralgan jismoniy tenimiz Xudoning podshohligiga kirolmaydi. Bizning o'lib chiraydigan tenimiz mangu yashay olmaydi. Endi Xudo menga oshkorlagan haqiqatni sizlarga aytay. Hammamizlar o'lmaymiz. Biroq hammamiz butunlay o'zgaramiz. Bu ish eng oxirgi qanoy kelinganda ko'zni yumib ochguncha bir damdila yuz berdi. Qanoy kelinishi bilanla o'lgan itqochilar chirimas tan bilan tirildi. Bizlarmi o'zgaramiz. Chunki bu chiriydigan tenimiz chirimaydigan tanga, bu o'ladigan tenimiz o'lmaydigan tanga aylanishi kerak. Chiriydigan va o'ladigan tenimiz chirimaydigan va o'lmaydigan tanga aylanganda muqaddas yozmalardagi oldin aytgan bu so'zlar amalga oshirildi. Ölüm yengilib yo'q bo'ldi. Ey ölüm, g'alibang yo'q amdi. Hey ölüm, neştirin yo'q amdi. Ölümning neştiri gunohdir. Gunohning kuchi bo'lsa, bizning Tavrat qonuniga amal qilmaganligimizdan paydo bo'ladi. Lekin Xudoga shukr. Chunki Xudo Rabbimiz Ayso Masih orqali bizni o'lim va gunoh ustidan g'alabiga erishtirdi. Shuning uchun qadrli qarindoshlarim, e'tiqodingizda tavranmay chin turinglar. Rabbimizga astoydillik bilan xizmat qilinglar.
Rabbimiz üçün qılğan xizmətinlərinin hərgiz behuda ketməydiganlığını düşününlər.